mana shu bir xil narsalar ortidan noto'g'ri bo'lib qo'yganda podyezdda. Qaranglar, bizlarni mana bunisini bunaqa qilib qo'ygan. Mana bu yoqda kattakon plashatka bor. Bolalar maza qilib o'ynasa bo'ladi. Kattakon plashatka. Yana buni qaranglar, zinaning o'rtasi ochiq, yana hamma narvon bo'lib turibdi. Lift va burchakda. Mana bu pastga mana setkani ko'ryapsizlar. Setka bilan to'sib qo'ygan. 9 etaj balandligiga ikkita dona setka qilib qo'yishgan. Xuddi bolalar kelsa, ko'chib kelishni boshlasa, yosh bolalari bor, chiqib o'ynayman, mashinaga chiqmaydi, shu zinasiga deb. Kim ham unaqa qiladi? Kafolat beradi. Mana. Ko'ryapsizlar. Yo'q, yana bunaqa. Nima o'ylaysizlar? Shu to'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi? Bundan ko'ra liftni o'rtaga qo'yib, ikkita chetiga zina qilsa yaxshi bo'lmasmidi deb o'ylab qoldim. Nima deysizlar?